Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Jalaluddin Suyuti rahmetullahi aleyhinin Halifler Tarihi namlı kitabıda biz Abbasilerin 18. sultanı Muqtadir Billah'niki hayat bilen ve şundaqla Muqtadir Billah'niki zamanında yüz bergen muhim vaqalar hakkında tanışıp çıkıvatkan. Biz şunun aygıda bugün Muqtadir Billah'niki zamanı 306 yılda boğa vaqalıkını tanışıp çıkımız. Bu vakitning özüde nehi munkar ishlari, ya'ni davlatniki yaxshilik buyurish, yomonlikdan to'sish, ya'ni bir ministerlikda hamda bu. Bu shu xalifniki ayollarga, haramxonasiga taalluqlan bo'lib qoldi dedi. Chunki Muqtadir Billah o'zi ojiz bo'lib qolgandan keyin buni ayollar kontrol qilib oldi. Şöyle Muqtadirniki anısını Türk dedik ha başta. Garip mi diye ismi bilen. Eğer garip diye isim bulup kalsa bu Türk'deki ayet inek çıkıp durdu. Bu ayol Somal Kahramanı isimli bir ayol bakende şu vaxtda aynı vaxtda. Bu ayolni şu kişilerin dava desturlarını bir taraf kıladigan, yani zulüm işlerine münasebetlik hak hukuk meselelerini bir taraf kıladigan bir qazi qilib belgildi. Bu ayol her cuma günü bu xalqniki nachar qilmishlari, javr jafolarga munosabatlik delolarda da'volarga qarab chiqadi bu ayol her cuma günü. Bu ayol şu nemede dava dasturini bayal qilish uchun o'ltagan vaqtida turli qozilar, davlatning arkonlari, jamoat arboblari bularni tang kelib Bahadır bulab oturttı da. Bu ayol özünki şu imza, başkalarına imza koydu. Bu ayol mı imzalını atıdı, ona özel xat yazdı. Demek dava desturunu şunda hal kılıp kıygan dedi. Demek bu yerde bir noktani eskertish kerak. Muqtadirning anısı, Muqtadir özü küçük bo'lgandan keyin 13, 14, 15 yaş vaqtidagi bala da bu vaqtida. Shuning uchun bu ayol bütün şu davlatning qozilik mansibini o'z kontrolligiga elib tunji qitim bu Somal Kahraman degan ayolni islom tarixida qozilik mansibida o'tgan vaqtmi mush ayol asosan buni kontrol qilib olgan. Ya'ni 306-yil bo'lgan vaqtida Al-Qaim Muhammad ibn Mahdi al-Fatimi bu shu Mag'ribdagi Fatimiylar Ubaydullah davlatiniki shu vaqtdagi bir rahbari, podshosi bo'ldi. Misrga qaytib keldida, Misrga kelib shu Misrniki Said ülkesi Mısır'daki en meşhur ülkelerininki biri. Adamlar burundan ayetleri bir xil açık yaman, tersa micaz adamlar kıldı. Mana muşu diyarını ile aldı bula. 8. yıl boğa vaxtıda Bağdat'ta mal bahası öylep gitip avam xalq qalayimqanchilik tug'di. Çünkü Hamid ibn Abbas degan şu vaqtdagi Muqtadir Billah'niki veziri bo'lgan. O'zi tegi Xurasonlik adam. Bu adam Irak'daki Sevat deymiz şu kan ketken bir boz yerleri var. Bunu bu adam öz kontrollük elip egallab olgan. Egallab olgandan keyin hamda xalq ishlamaydi da uni da. Bundan keyin bu adam ayni davrdagi yuz bergan zulm qarta qozilik masalalarini qaytadan bu adam yangilab isloh qilgan. Hamda kon xamanni so'raydi-da bu arliqda. Andan bulangchilik yuz bergan. Hatta qo'shinlar otlanib avam xalq bilan qo'shin bu yerda bir-biri bilan giralishib, orlashib ketgan. Qalayimqanchilik bo'lgan bu yerda. Necha kun jangi jidal urush davom etib, axir avam xalq shu Bag'dodning shu davrdagi ko'rikini ko'ydirib tashlagan. Bu orduga shu shaharga mangdigan cho'ng ko'rikda bu. Turmini ichib etgan. Xalqlar bulang talang qilib vazirga chamma kizak qilib vazirni chammatqanda bu Abbasilarning shu vaqtdagi davlat avvali ajoyib qalayimqon bo'lib ketgan edi. 308-yili Al-Qaim bi amrillah bu yani Misrniki shu vaqtdagi Misrning egallab olgan bir valisi bo'ldi. Bu Pustatdan tortib Jazira, Adriqi, Suriya bilan shu Iroq orlig'idagi cho'ng Furat daryosi, Dajil daryosi orsidagi orollarda bu yani egallab olgan.
Misrliklarmı bir xil təvirinib qalğan. Hətta qaçıb ketishga tayyorlik qilgan deydi. Nurg'un urush, nurg'un qalayimqonchilikqa yuz berib, buni sharhlashga uzun vaqt ketdi deb to'xtatdi Jaloliddin Suyuti gapini. Muhimi bu yerda Fatimiylar hamda Marokash tarafdan Misr taraflarga, Sham taraflarga kelib, hamda hujum boshlab, Abbosiylarniki davlatni ojizlashtiryapti hamda. Hijriya 309-yil bo'lgan vaqtida Mansurul Hallaj, Qazi Abi Umar ve onundan başka nurg'un faqihlar ve Bag'dodning ulamolarının fatvosi orqali o'ltirildi, dag'ishib o'ltirildi. Buni o'ltirsak bo'ladi degan fatvo chiqdi. Ben bu Hallajninki voqeaları Ahval-ı Seniyeh namlı bir kitapta nurg'un ish izlari bor. Onundan başka nurg'un xalq, nurg'un abdurlar, musanniflar bu to'g'riliq kitap yozgan. Demek şuna müracaat qilish haqida bir ishorat bermoqchi. 311-yil bo'lgan vaqtida Muqtadir Billah ayni davrda Mu'tazid Billahning zamonisida onu taraf urug' tuqqanlarni meros bergan, shu meroslarni qaytarish kerak deb yorliq tushdi. Chunki bu mazhablar arasida o'xshamaslik bor bu jihatda. Mu'tazid Billah başka mezhepni, fiqh ko'zqarashni qo'llagan bo'lsa, Muqtadir Billah uning qarshi keyingi o'zining siyosat yurgizib, buni qaytirib olgan. 313-yil bo'lgan vaqtida Farg'ona vodisi Xurason valisining qo'l orqali fath qilindi. Ham Farg'ona valisi nima? Farg'ona vodisi Qutaybat ibn Muslim al-Bahiliyning zamonida Hijriya 96-yillari fetih kılınğanlığı biz başta kayıt kılıp ötken. Bu Türkistan rayonu birdem galip kılıp, birdem keyiniga çekinip, Umayyilar vayron bo'lgandan asasen bu Farg'ona vodisi taraflar biroz keyiniga chekingan. Bu da yani mustaqil bo'lib Qarxonlarniki qo'liga o'tib olgan. Qarxonlar egallab olgan. Ammo Samarqand, Buxoro, Termiz ma taraflar yani Abbosiylarniki kontrolligida, Abbosiylar qo'ygan valiylarning qo'lida. Farg'ona vodisini bu qaytirvaga vaqt qaytsa degan vaqtida şu ayni davrdagi Uyg'ur, ya'ni Qashqar turklarining buddist davri ma bu, Qarxonlarniki. Buddizm davrida bo'lgan vaqaliklar. Hijriya 314-yil bo'lgan vaqtida Rimliklar Maltaga qilich bilan kirdi deb tasvirlangan. Demak, Malta hozirgi Turkiyada Anadolu'ningki sharqiy rayon tarafda bu yani hem de Abbasiylar egallagan, bu Rumlardan buri tatib olgan, islom ochgan. Lekin bu Rumlar bu davrda kuchayib, xalifa ojiz, askari ojiz bo'lganlikdan, ya'ni Rimliklar qaytadan bu yerga talon-taroj qilish uchun kiryapti. 314-yil bo'lgan vaqtida Dajli daryosi mavsildiki to'ng'igan. Hayvonotlar to'pida ma'alig'idagi holatda o'tganda, mana bu burun yuz bir paqmagan voqea. Demak, bu davrda nihoyat qattiq sovuq bo'lganligi ko'rilib turadi. 315-yili bo'lgan vaqtida Rimliklar Sumaysatga kirgan deydi. Ayni davrdagi bu Sumaysat shahri katta shahar. Hozir Sumaysat shahri Kahramonmaraşda, Turkiyaniki. Anadolu'nun sharq tarafida. Shu Kahramonmaraş doirasiga kirib ketaylik hamda. Bu Sumaysatga kirib Rimliklar bu yerdagi odamlarni, mol dunyoni hammasini bulang-talang qilib Sumaysat camisida Xristianlarniki ana chirkovniki qo'ng'irqini chaqan masjidda. 315-yil bo'lgan vaqtida Daylamiliklar Daylamiliklar degan hozirgi Irondagi Jilondagi bir Jilalliqlarni, burunqi Jilalliqlarni hozirgi Daylamiliklar deydi. Bular endi Tehron atrofidagi tog'liq rayonlarga bular tasda egallashga boshladi. Nurg'un kichik bolalar o'ltirildi, nurg'un xaloyiq o'ltirildi demak. 316-yil bo'lgan vaqtida Qarmati deganimiz hozir qilmish Ihsa, Saudiya Arabistondagi sharqidagi Ihsa o'lkasi Qatib, endi Bahraynda o'ldi, mush doirdagi. O'sha Qarmatilar davlatini qurgan shular demakchi. Bir cho'ng saroy yasin deydi. Buni Darul Hijra deb atadi. Yani bu muhacirlar diyarı degan bo'ldi. Mushu vaqtlarda bunun buzg'unchilikları acayip ko'p.
Nurg'un shaharni ilib oldi, kontrol qilib oldi. Musulmonlarga ajoyib zarba berdi dedi. Buning balasi kuchaydi. Ha? Bütün xalq bundan qo'rqaydigan bo'lib, qalbi titrashga boshladi. Buning agash kuchlari kundan-kun ko'paydi dedi. Partizan qo'shinlarni bu yonga avat etdi dedi. Xalifimi aloqizat ulab ketgan edi dedi. Muqtadirning qo'shinini nech qatim mag'lub qildi bu dedi. Mushi yillarda qaromatlardan ensirab Bag'doddan haj qildigan yo'l taqaldi. Haj qilolmadi shu vaqtida. Hatta Mekke ahli Mekkedan qochib ketdi. Rimliklar Axlat taraflarni hujum qilishga boshladi. Xilat hozir Axlat Eron bilan Turkiyaning oralig'idagi cho'ng shahar shu tarafda. Hatta Axlat jamoasidan munbarni qo'mrab tashlab etdi dedi. Uning o'rniga kirs belgisini esib qo'ydi. Ajoyib ig'ir. Tarafdan islom dunyosi ojizlashyapti bu vaqtda. Dersimiz bugun mushayish bo'lsin. Ve sallallahu ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.